Ishlatgan tushlarimga 1 dan 10 gacha baho beraman. Qani ketdik. Birinchi o'rinda Maybelline Sky High tushi. Bunga 10 dan 9 beraman. Nimaga deganinglarda, kipriklarni uzun, chiroyli qilib qo'yadi va yuvilishi ham menga yoqadi. Lekin достаточно qalinlik, to есть объем bermagani uchun bunga 10 dan 9 beraman. Ikkinchi o'rinda Cabaret tushi. Bunga 10 dan 10 baho beraman. Uzunligi ham, qalinligi ham menga lichna hamma narsasi yoqadi. Yuvilishi ham va men eng zo'r tushlarni biri deb bilaman va dizayni ham menga juda ham yoqadi. Uchinchi o'rinda Art Visage Голубой tushi. Bunga 10 dan 7 baho beraman. Nimaga deganlarda, umuman qalinlik bermaydi. Qanaqadir kolossalniy razницani ham sezmayman buni qo'ygandan keyin. Buni qorani tagidan qo'yadigan tush sifatida ishlataman doim. Farmstay'da tushi. Bunga 10 dan 9 beraman. Nimaga deganlarda, eng yoqadigan narsasi menga yuvilishi. Pandaga aylanmasdan kamochka bo'lib chiqib ketadi. Bu bir. Ikkinchidan uzun, chiroyli qilib beradi kipriklarni, lekin достаточно объем bermaydi. Shuning uchun 10 dan 9. Yaqinda o'zim uchun ochgan tush 20 mingga oldim. Uzun, qalin, chiroyli qilib qo'yapti kiprigimni. Undan tashqari yuvilishi ham nihoyatda oson ekan. 10 dan 10 beraman bunga. Shu bilan hamma tushlarimni ko'rsatdim, bahoimni berdim. Sizlar bu tushlardan ishlatganmisizlar va undan necha baho bergan bo'lardinglar? Yozib qoldiringlar. Rahmat ko'rganinglarga.